где-то мечтать, пролистаю ленту, а ты читаешь, но без ответа. Мечтаю увидеть тебя здесь, но считаю тебя лучше без. Я останусь в этом грустном месте, мечтать, я смогу закрыть. Я не буду мокрый дождь. Videodan o'zimizga xulosa chiqaraylik. Ozgina qoldi Mamatga turgan piyodaning umriga zomin bo'lishiga. Alloh asradi. Bu yerda videoni ko'rganimda tagiga kim aybdor yozib qo'yishgan ekan, o'zim munosabatimni bildirmoqchiman. Videoga ahamiyat bersanglar, yo'l harakat qoidalari 99-banddan chiqib turibdi bular. Qarama-qarshi o'tkazib yuboraman deb. Yashili chiqqan, qizil yondi. Qatdan ko'rdi qizilni. Chunki bu svetoforda qarama-qarshi turib svetofor qizil yondi. Sekin qo'zg'alishni boshladi. Qo'zg'alayotganda ham darrov qo'zg'almadi bular. 2 sekunddan so'ng sekin qo'zg'aldi. Endi bu Cobalt haydovchisi menimcha o'tib ketishga ulguraman deb gazni bosgan, magat qilgan, yana ham ko'p bosgan gazni. Shu bularni urmaydi deb menimcha boshqarib yo'qotib, qarama-qarshi turgan mashinani bu to'qnashib yubordi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu yerda yo'l harakat qoidalarining 31-bandda svetoforning ishoralari to'g'risida to'liq ma'lumot bergan, rioya qilish kerak edi bu yerda. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Chorraha ketayotganda ehtiyot bo'lish kerak, e'tiborni oshirish kerak. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, qoidalarga rioya qilinglar.